Sergeli Xonobod Avenue, Xonobod metroga 1 kilometrlik masofada. 2 xona 40 kvadrat, 7-etaj, 12 etajli Novostroykadan arzon avtokanalida 32900 dollarga obzor qilib beramiz. Korobka holatida kvartira. Pod'ezd eshigimizdan kirganimizda mana yaxlit korobka holatida kirganimizda chap qo'lda birinchi sanuzeli bo'ladi. Xolasalarsiz alohida, xolasalarsiz bitta bo'lib turadi. Bu tarafi ota-onalar yotoqxonasi alohida kirish eshigidan bo'ladi. Xudo bu tarafda alohida zali. Kirganimizda 10 pulda shu yerda taxminan oshxonasi bo'ladi. 2 xona 40 kvadrat. Gazlar kelib turibdi. Gazda isitlanadi, gazda ovqat qilinadi. Metro taxminan 1 kilometr pasimizda avtobus qatnayapti mana. Metro Xonobod metro bekati. Yonimizda masjid bor, jome masjid. Balkon maydanosi ham bor balkon. Tepa pasi monolit. Qo'shnilar bilan bu tarafi gazoblok va tashqi tomoni 1,5 g'ishtdan yopilingan. Monolit bilasizlar juda baquvvat bo'ladi. Pastdan nomerga aloqa chiqib ko'rasizlar. 32900 dollar 7-etaj. Bu 10-11-etajning narxi bo'lyapti. Ostida ozroq kelishtirib beriladi. Faqat naqdga sotiladi. Hujjatlar hammasi tayyor, kadastrlar chiqib turibdi. Bizdan uzoqlashmang. Arzon yaxshi variantlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.